Assalomu alaykum. Noqat xorij motor kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 10 aprel 2023 yil biz Noqat shahrida o'tishdagi kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Bizdan olsa like bosib komment yozib qo'yinglar. Ummat tug'anlar shundan birga o'zim atimdan jan Noqat xorij motor kanalining xizmatkorlarining atidan tutqun o'rnida qabul bo'lsin demoqchimiz. Hozir kurslar qanday qoldi ekan, bugun shu yerda ma'lumot olamiz. Ketganda. Bizdan olsa aytыңызlar. Ummat tug'anlar biz hozir mana Bakay Bank'a geldik. Bakay Bank'ta 87 son 42 dolar, 95 son 50 euro, 1062 ekan bu yerda rubl. Qaranglar hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar biz hazır Hacı Bank'a geldik. Hacı Bank'ta 87 son 40 dolar, 95 son 70 euro, 1070 ekan bu yerda rubl. Hurmatli tuğanlar qaranglar. 1070 ekan bu yerda. Hurmatli tuğanlar az biz Doskir'de Bank'a geldik. Doskir'de Bank'ta 87 son 50 dolar. 95 son 40 euro 1065 ekan. Hozir. Ummat tuğana biz hozir pulama shu joyga keldik. Bu yerda 87 son 70 dolar 1060 rubl qozoq tengasi 0.17 O'zbekiston 0.75 ekan. Ummat tuğana qarangizlar. Ummat tuğana hozir biz Islomga keldik. Islomga 87 son 40 dolar 95 son 40 euro 1065 ekan bu yerda rubl. Qarangizlar ummat tuğanlar. Shunday. Hurmatli Noqat xorij motor kanali qatnashchilari, shuni bugun ko'rsatib oyoqlarda sog'-salomat bo'linglar. Noqatda avariya jamg'ur javob chiqdi. Jamg'ur javoblarga qarab sizlarga kurslar tanishtirib ketdik. Pensiya tushibdi, hurmatli tuğanlar. Samimiy pensiya tushdi. Pensiya posadiga olmar bo'lsa, olinglar. Baringizlarga ishlarga kelib, Alloh o'zi qo'llasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qo'lingizga qabul bo'lsin.